Bu issiqda qarang. Odam qiynalib ketyapti-yu. Beton taqdiri nima bo'lar ekan degan savol ham bor. Bugun issiq havoda beton quyish tartibi haqida gaplashamiz. Issiq havoda beton quyishning minus taraflaridan birinchisi bu betonni tez qurib qolishi. Tez qurib qolgan betonda yoriqlar paydo bo'ladi. Bu esa betonning sifatini pastlatib yuboradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, asosan uy sharoitida betonlar tongda yoki kechki salqinda quyiladi. Lekin kunni istalgan qismida beton quyishning ham o'z ilmi bor. Misol uchun hadid beton maxsus kimyoviy vositalardan foydalanadi. Bu esa issiq havoda betonlarning tez qurib qolishini oldini oladi va sifatini saqlab beradi. Yana bir ikkinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan kamchiliklardan biri betonni quyish tartibi. Ya'ni har qancha ko'p kam bo'lsa qat'iy nazar betonni uzluksiz quyib borish kerak. Ya'ni yarim qurigan va yangi beton o'rtasidagi choklar keyinchalik betonni sifatini buzilishiga olib keladi. Yana bir kamchiliklardan va e'tibor talab qiladigan eng nozik nuqtasi betonning harorati. Beton haroratini o'lchab borish kerak. Chunki betonimizning harorati 32 darajadan oshib ketadigan bo'lsa, bu betonning sifati buzilishiga olib keladi. Eng optimal muhit esa bu 15 va 25 darajani orasi hisoblanadi. Mana shunday qiziq faktlarni o'tkazib olmaslik uchun hadid betonga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.